Aldirash yurayotgan odamlar to'pi, bu yoqdan bu yoqqa menayotgan mashinalar shaharlarning gullanganligining shohidi. Lekin gullanishning orqasida qanchalagan odam qaymoqish ichida kun o'tkazadi. Yana qanchalagan odam taqdirning adolatsizligidan og'rinadi. Biz nima ish mavjud bo'lamiz? Mavjud bo'lishimizning ahamiyati yana nima? Bugun sayohatchi numarining bir qatimliq vaqt soat orqali balkim siz javobga erishishingiz mumkin. Bugundan 4 milliard 600 million yil burun Samanyol sistemasidagi bir parcha g'oyat zo'r molekula boltining gumburlishi bilan quyosh sistemasi shakllandi. İbtidoiy holatdagi yer sharimi shuningga ergashib borliq keldi. 4 milliard 500 million yil burun Mars bilan o'xshib ketadigan Teya sayyorasi yer shari bilan so'qilib Oy shari shakllandi. Hamda ibtidoiy holatdagi yer shari muhitini tubdan o'zgartdi. 3 milliard 800 million yil ilgari ishki quyosh sistemasining keyingi mazgildagi portlash davri oxirlashdi. Shuning bilan oksitsizlangan atmosfera borliq keldi. Bu 800 million yillik davolg'ush yer sharini qayta tug'ilishga erishtirdi. Undan keyin Oy shari intayin tez suratda yer sharidan yiroqlashdi. Yer sharining geologik muhiti muqimlashga yuzlandi. Dastlabki oksigensiz hayotlik paydo bo'ldi. 2 milliard 500 million yil burun ko'p miqdordagi sterol va yo'sin turidagi o'simliklar paydo bo'ldi. Dengiz okean bilan atmosferaning oksigen miqdori shiddat bilan oshdi. Oksigenlik jonliqlar oksigensiz jonliqlarning o'rnini egildi. Jonliqlarning taraqqiyoti to'g'ri iziga tushdi. 540 million yil ilgari Kimberey erasi hayotlik cho'ng portlash yuz berib, ko'p xil murakkab hayotliklar 20 million yil ichida o'rtaq borliq keldi. 450 million yil ilgari 6000 yoruqliq yil yiroqlikdan kelgan ofat yer sharining muhitini o'zgartdi. 60% hayotlik halok bo'ldi. Yer shari tarixidagi eng burungi muzliq shakllandi. Dengiz okean ko'lami taraydi. Ko'p miqdordagi quruqlik dengiz yuziga chiqdi. O'simliklar quruqlikda gullanishga boshladi. Barliq umurtquliq hayvonlarning ajdodi yulduzsimon beliq yer shari tarixidagi tunji qatimliq cho'ng yo'qolishga shohid bo'ldi. 377 million yil burun darajadan tashqari mantil dövrükining etilib chiqishi yer shari tarixidagi ikkinchi qatimliq jonliqlar cho'ng yo'qolishini keltirib chiqardi. 78% dengiz okean jonliqlari talto'kis yo'qoldi. Betarix beliqi qatorliq dengiz okean jonliqlari qo'shmakonliq hayvonga taraqqiy qilishga boshlab quruqlikqa chiqqan eng burungi dengiz okean umurtquliq jonliqi bo'lib qoldi. 350 million yil burun atmosferadagi oksigen miqdori eng yuqori qimmatga yetdi. Quruqlikdagi jonliqlar mislsiz taraqqiy qildi. Quruqlik ko'p miqdordagi poportiniklar va o'rmonlar bilan qoplandi. Cho'ng hasharotlar yer shariga hukmronlik qilishga boshladi. Umurtquliq hayvonlar faqat ora yuchiqlardala yashay oldi. 310 million yil ilgari bir maydon 30 yil davomlashgan cho'ng o't, cho'ng tutgan hasharotlar davrini og'irlashtirdi. Yer sharidagi 40% turlarning nasli qurdi. Dastlabki yer beg'ilg'uvchi hayvonlar tarix sahnasiga chiqdi. 290 million yil burun yer beg'ilg'uvchi hayvonlar hamda sut emgichi yer beg'ilg'uvchi hayvonlar gullanishga boshladi. Barliq quruqliq bo'laklari bir yerga yig'ilishga boshladi va Pangeya cho'ng quruqliq shakllandi. 250 million yil burun Sibiriya yer qalqini atrofida 1 million yil davomlashgan yanardaq portlash yuz berdi. Bu yer shari tarixidagi eng cho'ng ko'lamlik jonliqlar yo'qolish voqeasining paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Yer sharidagi 96% turlar halok bo'ldi. Az sondagi yer beg'ilg'uvchi hayvonlar hamda ko'pilgan sut emgichi hayvonlarning ajdodi uchqirliq ochiqchilik hayvonlar hayot qoldi. 230 million yil burun yer beg'ilg'uvchi hayvonlar yer sharining har qaysi bo'lum pushqoqlarida ko'payib so'rayishga boshladi. Timsoh jonliqlar zanjirining eng yuqori pallasiga chiqdi. Yer beg'ilg'uvchilar imperiyasi pardasini ochdi. Dinozavrmi buning egishib paydo bo'ldi. 200 million yil burun yer po'sti jiddiy harakat qilishga boshlab 4-qatimliq jonliqlar cho'ng yo'qolish voqeasi boshlandi. Ko'p qism dengiz okean jonliqlari halok bo'ldi. Timsoh dinozavr tarafidan tarix sahnasidan itirib tushiritildi. 180 million yil ilgari yer po'sti harakati tezlashdi. Pangeya cho'ng quruqligi ajrashga boshladi. O'xshash mezgilda barliq bola amroyiga ega sut emguvchi hayvonlarning ajdodi ibtidoiy hayvonlar borliq keldi. 65 million yil burun Pangeya cho'ng quruqligi butunlay parchalandi. Shuning bilan bir vaqtda kichik sayyorining yer shariga so'qilishi 5-qatimliq hayotlik cho'ng yo'qolishini keltirib chiqardi. 80% turlar halok bo'ldi. Dinozavr yo'qoldi. Yer beg'ilg'uvchi hayvonlar savol topdi. Badan shakli kichikroq sut emguvchi hayvonlar bahorni kutib oldi. Vaqt davomli oldiga minib yaqinqi davrga kelganda ofat, urush, tarqalishgan kasallar sonsizlagan insonlarni hayotidan ayirdi. Hamda bu qarmoqqa bizdan intayin yiroq turadigan tahdidlar, lekin yana haqiqatan bizning atrofimizda yuz beryotidi. Balkim yer sharining 4 milliard 600 million yillik tarixining uzun aqllarida har qanday bir qatimliq tasodifiylik kam bo'lib qolsa, biz yer sharida mavjud bo'la olmasligimiz mumkin. Bir so'g'uq sayyoridan hayotlik va umidga to'lib toshgan oilagacha. Yer shari hayotlik mavjud bo'lg'achqa u ulug'. Hayotlik bo'lsa mavjud bo'lganlikdan u talaylik. Garchi biz tarixni o'zgartishga yoki kelgusini bilishga mangu amalsiz bo'lsakmi, lekin hozir dam bizning qo'limizda. Yuqorqi yer shari tarixi to'g'risidagi mazmunlar faqat olimlarning faraz va yakunlari. Bularga tanqidiy qarashda bo'lsangiz bo'ladi. Biz faqat yer sharining shunday bir uzun tarixiy jarayonni boshdan kechirganligini his qilsak yetarli.